Keliniz kurchi bo'lib qopti. Hozir qog'ozga yozib beraman. Homilasiga ta'sir qilmagan holda operatsiya qilishadi. Tushunmadim. Nima dedingiz? Bilmasmidingiz? Keliniz 7-8 haftalik homilador. Tabriklayman buvisi. Lekin operatsiya qilish kerak. Qilmasa bo'lmaydi. O'shanga yozib beraman. Homilasiga zarar yetkazmasdan operatsiya qilishadi. Mayli kuya. Lekin bularning to'yi bo'lganiga endigina 10 kun bo'ldi. Qanaqasiga homilador bo'lar ekan? Tushunmadim. Yana 7-8 haftalik deyapsizmi? Rost? Adashmayapsizmi? Yo'q. Adashganim yo'q. Xohlasangiz ko'rsataman. Qog'ozga ham yozib beraman, olib borasiz. Qanaqasiga homilador bo'lishi mumkin emas. Ey Xudoyim. Opajon,